buqachalar uzarlardan keldi. Hurmatli akalar. Maşallah. Mana qarang, turishlarga e'tibor beringlar. Shunaqa lakkar deydigan buqachalardan. Assalomu alaykum hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube chorva ishqolar, chorva sevar insonlar. Bugungi mavzuimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qo'nta chorva bozori. Akalar, toza sement buqalardan keyin bugun kattaki buqalardan ajoyib videorolik taqdim etamiz. Gaplarimizda, so'zlarimizda xato bo'lsa uzr, yo'qsa ma'qul kelsa, mehnatimiz qo'llab-quvvatgan holatda bitta shunaqa laykni bosib iltimos qilamiz. Layk bosish sekin bepul, sizlardan pul menga va do'maydi bizga ham bermaydi. Shu videoni ko'proq insonlar ko'rish uchun kerak xolos va bizga kuzatib turgan insonlar ekansiz pastda podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv chiqadi, shu pastda bo'ladi. O'shani bosib qo'ysangiz biz kiraza boradigan kelibdilar, sizlarga muntazam SMS-laringiz borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsalardan boshlaymiz. Aka bu sotildimi? Qanchaga? 23,5 million so'mga sherigi sotilibdi. Rossiyskiy Novvoz. Yaxshi mana. Bo'lar o'zi. Emlashga tayyor bu. Xudo xolasa. 23,5 million so'm. Olgan sotgan baraka topsin. Bo'lar 1.35 1.40 ga tortadigan. Sementali lekin zo'r ekan. Sementali 45 ga berishmayapti hozir. 45 bo'ladimi tog'a? 45 million so'm. O'zlar necha pul deyapti ekan? 70 million deyapti. Oho. 70 ga tonaga chiqib boradimi bu? Tonaga bormaydi. Tonaga bormaydi bu. Tonaga bormaydi. Bir torting. Kut. Torting. Kimdan ekan, sizlardan emasmi? Sizlardan emasmi? 45 ga berilgani yo'q. 45 ga yo'q. Xullas davom etamiz. Keyingi uzarlardan keldi. Hurmatli akalar. Maşallah. Mana qarang, turishlarga e'tibor beringlar. Shunaqa lakkar deydigan buqachalardan, gibridlardan. Hurmatli akalar, bo'ylari. Xo'p. 1.5 kilosa bo'ylari. 1.5 kilos. 4 burchak, 4 son. Biro'dan bo'laveradimi? Ammo lekin korobkalari zo'r ekan. Yaxshi. Ko'chat. Akam, nech puldan deyapsiz? 3.50 million. Hop, qancha savdo ko'rdi hozir? Hozirgi 15 million 300 mingdan. 15 million 300 ming so'mdan bermayapsiz. Hop, qo'shganga sotamizmi? Qo'shganga sotamiz. Dastavkalar qanaqa bo'ladi? Olib ketaveradi, ha? Mana ko'ringlar. Hop. Ikkitasiga necha pul? Shu bitta sotiladi. Bitta, bir qo'l. Nomeri-chi? 91lik. 531 88 66. Hop, bu to'qol ekan akalar. Hammasi to'qol ekan, ha? Mana kuydirilgan shoxi. Lari, shved buqa. Shvedlardanmi akalar? Shved. Sizlardan emasmi? Hop, hozir ko'p. 22 savdo bo'lyapti, ha? Bo'layotgan savdosi 22 million so'm ekan. Qirg'iziston shved. Davom etamiz. Hop, kattalardan kichiklardan hammasi bo'ladi. Bugun videorolik. Shved nech pul bo'pti? 30 millionga berilmayapti hozirda. 30 million saga yo'q. Yo'q. Qo'yapsiz mana xudo xolasa. Ancha boqibsiz-a? 6 oy qilgan. Lekin buqa zo'r. Zo'r semiribdi. Qirg'iziston shvedlari shunaqa semirishi zo'r. O'z qancha deyapsiz amaki buni? 1 million. 31 million kam bor deyapsiz o'zingiz. Yaqinlashib qolibdi-yu. Taroziga qancha deyishyapti? 59. Yo'q, ganim yo'q, gaplashyapti. 59 ming so'mdan taroziga so'rashyapti ekan. Ashib buqa. Oqbosh nech pul bo'pti amaki? 396 kilo keldi. 396 kilogram. 57,5 dan taroziga sotilibdi bu. Ana, oqbosh 397 kilogram chiqdi. Nech pul bo'ladi? Bu 393 kilogram chiqdi. 58 dan qo'yilgan ekan. Bo'lyapti, mol kelyapti. Qancha? Nech pul bo'ldi aka? 21 million 200 ming so'm. Boq mana ovoz.
savdo bo'lyapti akalarimdan. Bro, 20-25 lira. Jasuruz. Savdo ketyapti. Hoppa. Ana shvetan chiroyli shvet ekan. Quloqlar kesilgan. Akam nech pulga bordi bu? 22 million so'm. Bermadingiz. 22 ga bermayapti. Bular biriga marli. Lekin polvon. Barakani qarang. Nech pul bo'ldi aka? 17,5. Boqmana bos. 17,5 million so'm savdo bo'lyapti. 120-25 mollar. Hammasi. Aka shvet nech pul bo'ldi? 27 kami bor aka. Necha? 27 kami bor. Savdosi-chi? Ha, savdo qilgani yo'q. 27 kami bor. Lekin yaxshi. Boqsa juda ham zo'r semiradi. Bo'ylari baland, suyaklari buzuq, uzun. Buq ekan. Bu yerda rossiyskiy, mental shvedlar bor ekan. Qaysi sotildi? Ha, sotildimi? Qancha? Ko'cha zo'r ekan, ha? 300.000 tepasi bersam. So'rashyapti. Ko'cha. Nech pulga kirdi? 19 ga berilmayapti. 19 million so'mga berilmayapti akalar. Jasuruz. Voh, bu qani zo'rna qarang. Ajbon nech pul deyapsiz uni? Baraka bo'ldimi? 25 million kam bor. Ajbon ovozi zo'ru. Yelkani qaranglar. Ne daha o'shanga. Qancha berdingiz? 22 million. 22 million. Savdo bo'lyapti. Qo'lan zo'rlar kelyaptimi? Zo'r buqalar kiribdimi bugun? Mashina, madam. Ketdik. Aka nech pulga bordi bu? 18 million 200 ming so'mga bermadingiz. Voy o'rta. Ko'chat buqa qanchaga bordi? 17 million. Aka jubiga qanchaga bordi? 17,5 million so'mdan jupiga akalar savdo bo'lyapti. Ha, savdo bo'lyaptimi? Hurmatli akalar, Otabiz kanaliga o'taverasizlar. Do'stimiz. Ancha berma. 15 million 300 ming so'm bo'layotgani. Berilmayapti. 15 million 300 ming so'm. Gapirdim.
Hurmatli akalar, davom etamiz. Ko'chat buqa, Qirg'iziston shvedlari. Akam nech pulga bordi bu? Shved. 17 million 200 ming so'mga bermaysiz. Siz nech pul deyapsiz? 21 million aytilishi. 17 million 200 ming so'mga berilmaydi bu. Ko'chat buqa. Qirg'iziston shved. Yaxshi namoz aka. Akajon qancha bo'ldi? 14 million 100 ming so'm. O'zimiz Messi namozlardan bu. 14 million 100 ming so'm. Bo'ylari to'xta. Biri 20 ga, biri 15 ga olinglar. Savdolar ashi qizdi-yu, ha. Bu mana 100 ga 5 15 ga. Diye Alisher. nereye Alişer aka? Ben dallar bekçim. Yani Alisher beni şunca odam gapiradi. Bir de kız çıkardı. Gelip şey yapıyor. Hasta yapma. Dastak yapma. Ana taşıyalım. Şap berganlar. Hamma yo'g'i menda tashlab qo'yaman. 50 ming oladi. Qara bo'lmasa. Ana yo'l kira Alisher 50 ming oladi. Yo'q, unda nima bo'ladi? Ya yo'lga keyin chiqdi. Yo'l kira chiqdi. Bo'ldi, yarim qiling aka. Ha 100 qilib qo'y o'shani. Nomar aka. 15 aladi. Ana Bo'ldi, bering endi Alişer aka. Olmar aka. bo'lar ekan. Aka, sotildi oxir. Bitta qiz qoldi. Shunchalik. Kibrit. Hech pul bo'ldi aka? 16 million 200 ming so'm. Savdos. Aka, nomer bormi? Hop. Nech puldan bo'ldi bular? 17,5 aytilish. Savdosi qancha bo'ldi? 16-15 dan savdo. Yaxshimiz. Rahmat buqalar. Assalomu alaykum. Rahmat buqachalar. 15 buqacha. O'zim olyapman. Qancha berdingiz aka? Nech pul? 33 million jupiga. Jupiga 33 million so'm. Orasiga 17 million 200 million. Qorasini o'ziga 17 million 200, jupiga 33. Berishmayapti. Assalomu alaykum. Qo'ygash. Aka qanchaga kirdi bu? Vo'ajlar. Nech pul bo'ldi aka savdosi? Biz qancha dedingiz? 35 milyon baho aytdim, 36 milyon. Vo'ajlar. 31,5 so'rashdi. Zo'ragan ekan vo'ajlar. Jazman har doim. Hozir bir so'raman. Bundan so'raman. Shved zo'r ekan. Biz bilinyapti videodan to'g'ri sonali bellar ham to'g'ri uchak. Rossiyaga qilib oladigan. Sanjaruzmi bu? Jasuruz. Jasuruz, Sanjaruz. Ko'rib turamiz ama biz abonentda qo'ygan. Obunachi, rahmat. Rahmat, shunchalik boqib chiqaryapsizlar akalar. Yana bitta savdo bo'lyapti ekan. Barakalar. Olib ketdi. Aka, nech puldan nech pulgacha bor? Aka, nech puldan nech pulgacha bor hatta? 16 dan kam bor deyapti. To'lovchi deyman. Hojiboy, grifonlar nech pul bo'ldi? Mana gazo. 32 million 300 ming so'mga berilmayapti ekan. Bir jupi. Hojiboyga.
Yaxshi belgilanib chiqdi. Necha pul bo'ldi jupaga? 27 million bo'ldi. Berilmadi. Ya hozir oldi. Oldimi? Sotadi. Voy, Domla mashinga chapayam ishga. Zikka. 4 puldan olasiz, tashin. 4 puldan olasiz 30 million. Ko'rga o'sha ko'rga. Sizlarki. Ma'qulchi soni. Puli bor gapiradida, mol bor. To'ppa to'g'ri gapiring. Gapiring. Yo'q. 12 million 500 ming bo'lsa, sizcha foyda qilaman. Bor aka. Olib chiqing. Mazza qilib o'qing. uchtasi yo bittasi? Bittasi. 12 Yarim millionga sotildi, hurmatli do'stlar. Bular qanchadan deyapti? Manisi nech pulga ketdi bu? 13,5 millionga bu. Bularda 11 million 800 mingdan so'rashyapti, berilmayapti. 8. Shunaqa. Qirg'iziston buqachalar. Bor ekan, bu safar jak kirmabdi deb o'ylagandim. Qirg'iziston buqachalaridan. Yoshlardan akalar. Ana hurmatli akalar. Yoshdan kattasidan boqmasidan barchasidan videorolik bo'ldi. Bemalol xotirjam o'tirib ko'raverasizlar. Bular nech bilan bo'pti, uka? 7,5 kichkinalar 7 dan. Bular buqachalar hammasi. Yoshlar buqachalar. Bozorimiz. Like bosib qo'llab turgan akalarni Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa sizlarga zo'r videolar taqdim etib boraveraman. Har galgi podpishkadasizlar. Rahmat.